Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Həminlarınki məş vaxtınızlar xeyirlik bolsun. Bugünkü sınaq avtomatlaşdırış dərsimizə xoş gəlibsizlər. Sınaq avtomatlaşdırışqa başlaşdan burun biz yumşaq detal etiş hayat dövrlüyü, yəni software development life cycle, bunu qısqartıb SDLC deyimiz. Müşünü körüb ötəylik. Bunun da qarayılğan bolsaq birinci requirement analysis deydi. Bu müşü tələblərini ən əvvəl biz bir yumşaq detalını etişdən burun Anavval onundaki tələblərini analiz qılmız. Analiz qılğandan keyin onu bekitib çıxımız, yəni defining deyimiz. Bunu bekitib çıxqandan keyin biz muşu yumşaq detalını layihələşini başlayımız. Bu turni designing deydi. Bu layihələb çıxqandan keyin biz bununki developerlar, yəni muşu aşqıçılar bununki kodunu yazıdı. Bu jaryanını coding jaryanı deyimiz. Bu kodunu yazıb bolğandan keyin bunu yumşaq detal sübutun təkşürgüçlərə bunu sınashqa berdi. Bu sınashni yumşaq detal sübutun təkşürgüçlər sınashni ilib barğandan keyin, yəni biz bunu e'lon qılmız. Bunu e'lon qılıb bolğandan keyin bu yumşaq detalni davamlıq astirab turmiz. Bu jaryanni maintenance deyimiz. Muşu yumşaq detal etiş hayat dövrlüyü muşu jaryanlardan kesib ötüdü. Yəni requirement analysis, defining, designing, coding, testing, deployment ve maintenance bilen ahırlaşıdı. Sınaş degen nima degan vaqtida sınashda biz sınaş üçün berilgan qimmat chiqqandagi qimmat bilan yani o'xshash bo'lsa, ya'ni bu yumshoq detal yoki bu app yoki bu torbat kutgan natijamiz bilan bergan natija o'xshash chiqsa, biz buni muvaffaqiyatli ishildi deymiz. Agar bizdagi bergan natija kütken netice bilen o'xshash chiqmasa, biz buningda bug bar ekan deymiz. Endi biz mushu yumshoq detalninki normal ishlash jarayonini, ya'ni chiqqan natija bizning kutgan natija bilan o'xshash yoki o'xshash emasligini tekshirish jarayonini sinash deymiz. Sinashninki ikki xil turi bor. Birisi manual testing, ya'ni biz qo'lda bir-birlab qilgan jarayonni manual testing deymiz. İkincisi automation testing. Automation testingda mushu robotlashtirish, ya'ni avtomatlashtirish. Siz mushu kodni yozib bo'lgandan keyin butun jarayonni siz bir-birlab qilmaysiz. Mushu yozgan kodingiz sizningki bekitib qo'ygan jarayoningizni avtomatlashtirib har kun shuni qildi. Biz bu jarayonni automation testing deymiz, ya'ni avtomatlashtirish deymiz. Endi biz yumshoq detal sınaq hayat dövrlüyü qarab baxadigan bo'lsak, biz ya'ni bu software testing life cycle deydi, STLC. Biz buningda avval talablarni analiz qilamiz. Ya'ni bizdan nimani talab qildi, nimani sinashni bizdan kutdi, shuni analiz qilamiz. Uni analiz qilib bo'lgandan keyin biz sinash planımızı yazıp çıkımız. Bu test planning oldu. Biz test planningni yazıp olgandan keyin muşu sınash türlerini case, yani şekillerini yazıp çıkımız. Bu test case development oldu. Test case'ni develop qilib bo'lgandan keyin, ya'ni test case'ni yazib bo'lgandan keyin test environment setup, muşu sınash muhitini hazırlab çıkımız. Sınaq muhitini hazırlab çıqqandan keyin biz muşu muhitda özümüzningki muşu sinash testlerini, sınaqlarını müşahede icra qilamiz. İcra qilib bo'lgandan keyin biz bu sinashni oxirlashtiramiz. Biz muşu 6 bosqichdan besib o'tamiz. Buni software testing life cycle deymiz, ya'ni yumshoq detal sınaq hayat dövrlüyü. Qisqartib STLC deyildi. Endi biz qarab baxadigan bo'lsak, doim bug, defect degandek gaplarni ko'p anglaymiz. Undaqda bug degan nima? Bug bo'lsa, amaliy natija bilan kutgan natija orasidagi farq. Ya'ni bu bizga berilgan amaliy natija bilan biz kutgan natija orasidagi farqni bug deymiz. Agar bizga bergan natija bilan kutgan natija o'xshamasa, buni biz bug deb ataymiz. Endi bug topganda qanday qilamiz deganda, shirkatda biz bugni topgan vaqtida biz bu bugga yangi bug bo'ldi. Bununla yangi deb status, ya'ni buningki holatini yangi deymiz. Yangi bo'lgandan keyin biz buni yumshoq detalni yasag'uvchilar bilan yuqori boshliqlar bilan buni analiz qilib, bu bug'ningki haqiqiy bug'mi yoki bug emasmi shuni qaror qilib chiqaramiz. Agar bu haqiqiy bug emas bo'lib qolsa, bu rad qilindi. Ya'ni statusi rejected bo'ldi. Agar bu haqiqiy bug bo'lgan bo'lsa,
biz buni keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichda bu mushu bizningki doiramizdami emasmi? Shuningga qaraymiz. Agar bizning doiramizda bo'lib qolsa, bu bug'ni burun boshqalar ma'lum qilganmi, ma'lum qilmaganmi? Agar ma'lum qilib bo'lgan bo'lsa, buni duplicated, ya'ni qaytalangan deb ataymiz. Agar bu bug'ni burun boshqalar qilmagan bo'lsa, buni developerlarga, mushu ochqichlar buni yasashni, o'ngshashni boshlaydi. Bu jarayonda biz statusi, buning ahvoli in progress, ya'ni qilinyotidi degan bo'ldi. Qilinib bo'lgandan keyin kodni o'ngshab bo'lgandan keyin buningki holati statusi fixed, ya'ni o'ngshil bo'lgan bo'ldi. O'ngshil bo'lgandan keyin buni testerlarga, ya'ni mushu sinag'uvchilarga yo'llab berdi. Sinag'uvchilar buni qaytadan sinaydi. Agar mushu kod o'tgan bo'lsa, ya'ni mushu test, ya'ni sinaq o'tgan bo'lsa, buni taqaydi. Agar bu sinaq o'tmagan bo'lsa, yana mag'lub bo'lgan bo'lsa, buni qaytadan ichib reopen, ya'ni qaytadan ichib, yana developerga yo'llab berdi. Bu mushu bug'ni bir taraf qilishninki jarayonlari. Endi sinaq avtomatlashtirish degan nima degan vaqtida, sinaq avtomatlashtirish bizningki mushu har bir bosqichimizni avtomatlashtirib beradigan. Masalan, siz ma'lum bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, u ishni cho'qim o'zingiz qo'l bilan qilasiz. Masalan, har kuni o'xshash bir torbatga kirsiz, o torbatdan o'xshash bir batni ochsiz, o batda o'xshash bir narsalarni tekshiraysiz. Bu jarayonda biz kunda o'xshash ishni qilgandan keyin bunga bakchiq vaqt, kuch ketadi. Biz bu jarayonni mushu kod yozish orqali va boshqa detallarning yordami bilan avtomatlashtirib, kodni bir qatam yozib qo'yib, har doim ijro qilish jarayonini sinaq avtomatlashtirish deb ataymiz. Bu sinashninki shakllari bir qancha xil. Buningda UI testing deymiz. UI testing degan nima deganda, mushu ko'rinma yuzini sinashni biz UI testing deymiz yoki front-end testing, ya'ni oldi yuzni sinash deb ataymiz. Uningdan keyin database testing, ya'ni sonliq ma'lumot sinash. Uningdan keyin API testing. API degan nima degan vaqtida, API ma'lum bir sistem bilan boshqa bir sistemi orasida bardi keldik qildigan, shuning bilan munosabat qildigan, shunday bir munosabatni ko'rsatib, buni keyin ayrim tafsili so'zlab o'tamiz va bizningki YouTube kanalimizda shu API sinash haqida darsliklarimiz bor. Shuni ko'rib o'tsanglar bo'ldi. API testing bo'ldi. Endi mobile app testingda mushu siz ishlatayotgan Android yoki iOS va yoki Windows applarni sinashni mobile app testing deymiz. Endi sinaqninki bir qancha turlari bor. Buningdan birisi non-functional testing. Buni Uyg'urchada iqtidorsiz sinaq deb endi oldim. Buningda qaraydigan bo'lsak, security testing. Security testingda bexatarlik sinaqi, ya'ni biz ishlatayotgan mushu appninki yoki torbatning bexatarligini cho'qim kapolatga ega qilishimiz kerak. Buningga boshqalar haq qilmasligi, buzg'unchilik qilmasligi kerak. Biz buni cho'qim tekshirib turishimiz kerak. Buni security testing deymiz. Ya'ni bexatarlik sinaqi. Uningdan keyin performance testing. Performance testing ya'ni iqtidor sinaq. Buningda biz masalan torbatga 100 ming yoki 200 ming odam kirsa qanday bo'ldi degandek, shuningki iqtidorni sinaymiz. Buni iqtidor sinaqi deb ataymiz. Kengaytirishchanlik sinaqi. Buningda mushu appninki yoki ishlatayotgan torbatninki kengaytirishchanligi, masalan, jiq ishlatgichlar kirgan chog'da, oz ishlatgichlar kirgan vaqtidagi buningki iqtidorini sinashni biz kengaytirishchanlik sinaqi deb ataymiz. Endi usability testing degan vaqtida ishlatishchanlik sinaqi, ya'ni bu yasagan appninki yoki torbatninki ishlatishchanligini sinaymiz. Bu usability testing bo'ldi. Endi keyingisida ishonchlik sinig'ida mushu appninki haqiqiy normal ishlaydigan, ishlamaydigan degandek narsalarni ishonchlik sinig'i deymiz. Endi buni ayrim sinaydigan guruhlar bo'ldi. Keyingisi o'zaro moslashish sinig'i, ya'ni mushu applarninki ichidagi har bir narsaninki o'zaro moslashmaslik jarayonni sinashni biz o'zaro moslashish sinig'i deb ataymiz. Qildigan testlardan functional testing deymiz. Endi buningda functional testingda unit testing deydigan bir narsa bor. Unit testing appni yasag'uvchilar, ya'ni ochqichlar tarafidan yozilgan sinaqni yoki qilingan sinaqni unit testing deymiz. Component testingda
Muşu torbetdeki her bir a'zalarni sınashni component testing deymiz. Smoke testing bo'lsa, muşu app'deki yoki muşu torbetdeki projektdeki moyim narsalarni har kuni tekshirib turishimiz kerak. Bu narsani smoke testing deymiz. Buningda bakchiq narsani test qilmaymiz. Eng muhim critical, ya'ni kritik narsalarni sinash jarayonini smoke testing deymiz. Integration testingda yozgan app'larniki bir-birisiga qo'shilish, integra qilish jarayonlarini sinashni integration testing deymiz. Endi regression testingda mush torbatga yangi bir iqtidor qo'shilgan bo'lsa, bu yangi iqtidorninki koni iqtidor bilan normal ishlaydigan, ishlamaydigan yangi bir narsani test qilgan, qo'shgan bo'lsak, mushu qo'shganninki boshqa iqtidorlarga buzg'unchilik qilgan, buzib etmaganligini tekshiradigan turni regression testing deymiz. Endi sanity testingda, bu sanity testingda ma'lum bir bug bayqalgan bo'lsa, bu bug'ni o'ngshigandan keyin ochquchilar testerlar yo'llab bergan vaqtida mushu bug'ninki o'ngshalmaganligini tekshirish turini sanity testing deydi. System testingda mushu sistemninki normal ishlaydigan, ishlamaydigan mush sistemninki talabga uyg'un emasligini tekshiradiganni system testing deymiz. Endi user acceptance testing degan qanday narsa degan vaqtida mushu barliq sinaq turlar tuggandan keyin buni ishlatuvchilarga yo'llab berdi. Ishlatuvchilarga yo'llashdan burun sifat tekshiruvchi guruhininki sinog'idan o'tgandan keyin buni ishlatuvchilarga yo'llab beramiz. Ishlatuvchilarga yo'llashdan burun mushu appninki shirkatdagi ishlatuvchilar tomonidan bir tekshirib buningki normal mushu talab uyg'un kelganligini sinash bekitish uchun qilingan sinoq turini user acceptance testing deb ataymiz. Buningga maxsus ayrim bir sinoq guruhi bo'ladi. Buni shu sinoq guruhidagilar qiladi. Endi ko'rinma yuzi sinashda biz ma'lum bir torbatninki ko'rinma yuzidagi har bir o'rinlar, har bir iqtidorlarni tekshirib chiqishni ko'rinma yuzini sinash deb atagan edik. Buningda bir qancha xil texnikalarni qo'llanish orqali bu ko'rinma yuzi sinashni ilib boramiz. Buningda selenium degan detal orqali selenium degan qandaq narsa degan vaqtida selenium bo'lsa, o'sha tor ko'rgazgichni avtomatlashtiradigan qoraldan birisi bo'lib, bu Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari qatorliq tor ko'rgazgichlarni avtomatlashtirdi. Bu selenium ko'plagan program tillarini qo'llaydi. Biz darsimizda bo'lsa Java program tilini ishlatib ko'rinma yuzini avtomatlashtirishni o'rganib chiqamiz. Sonliq ma'lumot sinashda sonliq ma'lumotninki kutgan sonliq ma'lumotmi emasmi, buningki inovatlik emasmi va yoki kirgizgan, ya'ni ma'lum bir torbatga a'zo bo'lgan bo'lsa, shu a'zo bo'lganda kirgizgan uchurlar o'sha sonliq ma'lumotda bormi yo'qmi, mush jarayonlarni sinashni sonliq ma'lumot sinash, ya'ni database testing deymiz. Buningda SQL, Oracle, SQL, MySQL, PostgreSQL qatorliq va yoki NoSQL qatorliq SQL tillarini ishlatish orqali buni tekshirib chiqamiz. Buningda SQL developer orqali o'sha buyruqimizni yazsak bo'ldi va yoki Javada JDBC degan API orqali bu sonliq ma'lumotni sinashni olsak bo'ldi. API sinashda API bayam deganda ikki sistem o'rtasidagi ko'riklik rolni o'ynaydigan sistemni turini API deymiz. Masalan, siz bir do'konga kirib, do'konda bir narsa olgan bo'lsangiz, olgandan keyin pulni kartangiz bilan to'laysiz. Bu kartini biz do'kondorga beramiz, hargiz bankaga bermaymiz. Do'kondor bu kartini o'zininki pul olish asbobiga surkash orqali bu sizdan pulni oldi. Bu asbob banka bilan munosabat qilgan bo'lib, bankaga sizninki kartlaringizning uchurlarini o'sha API orqali bankaga yo'llaydi. Buni biz request deymiz, ya'ni talab. Bu talabni bankaga yo'llagan keyin banka kelgan talablarni ko'rib, bu talabga qarata javob qaytardi. Buni response deymiz. Bu orqali mushu oraliqdagi request va response'ni tekshiradigan turni API sinash deb ataymiz. Buningda Postman, REST Assured, SOAP UI, Catalan, Karat qatorliq
texnikalarni, detallarni, app'larni işletiş arqılıq bu API sınashni ilib baramiz. Biz işletivatgan telefon app'larini çokum sınashimiz gerek. Bu app'lar normal ishlawatamdı, ishlamadimi, xatlar normal ko'rinawatamdı, cho'ng kichiklikka qanda, sog'liq ma'lumotlar chiqawatamdı, bularni çokum tekshirishimiz gerek. Telefon app sınash deymiz, ya'ni mobile app testing deymiz. Buningda Appium, Complete, Espresso qatorliq texnikalarni ishlatish arqılıq bu telefon app sınashni ilib baramiz. Hazır xizmatda eng ko'p ehtiyoj bo'lgan sınash turlari shu telefon app sınash turi bo'lib, sizlarningki shu telefon app sınash turini cho'qim o'rganishinglarni pishiq o'rganib qilgan vaqtida xizmatni oson topa oladiganliginglarni bildirib qo'yishni o'yladim. Shunga bu telefon app sınashnimi cho'qim o'rganinglar. Mushuni o'rganib xizmatga chiqsanglar, sizlarga xizmat nayeti köp. Bugünkü dersimiz mishinchilik bo'lsin. Keyingi dersimizde texmo ishkirlab, ko'rinma yuzni sınashni o'rganib o'tamiz. Undaqda keyingi dersimizde ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet.